2007-yilning oxirlari Iroqdagi urush tugash arafasida Prezident Bush g'alabani e'lon qildi. Tiklash ishlari yo'lga qo'yildi. Hech narsa yo'q. U qochib qoldi. Kim bo'lsa ham g'oyib bo'lgan. Urush tugaydi hademay. Ays. Alan. Ays. Nima? Harakat ham yo'q, birorta soya ham. Bu yerda yana qancha yotishimiz kerak? 18 plusmi? 20. Bu yerda hech nima yo'q og'ayni. Agar u profi bo'lmasa, Hoji, men agar dedim. 6 ta quvur o'tkazishda ishlayapti. 2 kishi xavfsizlik xizmatida. Ularga bir qara. Xo'sh, Jasadlardan hech biri pistirmaga yaqin joylashmagan. Menimcha bu g'alati. bu hech nimani anglatmaydi, do'stim. Demak, ularni tezkorlik bilan joylagan. Asilmedia.net taqdim etadi. Menimcha qolganlari ham boshidan o'qigan. Jim bo'l, quloq sol. Odamimizni ratsiya orqali tekshirdingmi? Javob beryaptimi? Ha, Bunisini boshi butun. yaxshi. Bittasini boshidan darcha ochilmabdi. Xo'sh, 30 soniyada 8 kishimi? Ular yarim avtomat miltiq bilan ta'minlanganmi? U profi bo'lishi mumkin demoqchiman. Aniq. Do'stlik bilan ishimiz bormi? Balki. Menimcha bu devor la'natlangan. G'ayritabiiy devordan qo'rqyapsanmi? Yo'q, men uni ortidagi narsadan qo'rqyapman. Balki uni ortida 2 kishi chekib o'tirgandir. Nima bo'lsa bordir. Qolgani seni mana bu ahmoq kallangda. Shuni unutmagin. Devor. Ays, taxmining qanday? U yerda kimdir bormikan? Yo'q. To'g'rirog'i, taxminim 60%. 80 bo'lishi ham mumkin. Bilmayman. Yoki u profidir. Bas qil, o'ylashimcha bari har doimgidek bo'lgan. 4 yo 5 ta hoji kelgan va ularni tinchitishgan. Mantiqan to'g'ridek. Bo'lishi mumkin. Balki u profidir. Juda isib ketdim, ketaman. Ketaver. Ketib qolishingni bilgandim. Bekorga senga vaqtim ketyapti. Yoki yana qorning ochdimi? 4 yo 5 marta kavshab kelding. Ochofat gorilla. Bu yerda qolib seni la'nati super snayperlar haqidagi nazariyalaring eshitib o'tirish niyatim yo'q. Hojilar buncha uzoq muddat pisib o'tirmaydi. Jiddiy gapiryapsanmi? Terilab ketdim. Orqamgacha qora ter oqyapti. Sen navbatchilik qilasan. Hammasini eplaysan. Shundaymi?
Bo'lmasam-chi? Uni topa olaman. Ha, yana juda omadlisan. BBCga borish kerak edi. BBCga haddan ziyod og'irlik qilasan. Samolyot sen bilan ucha olmagan bo'lardi. Jiddiy gapiryapman, do'stim. Sakra. Men ham jiddiy aytdim. Bu yoqqa borib undan ratsiyani olaman, bu yoqqa qaytaman. Shu bilan ishni tugatamiz. Tamom. Yaxshi, bora qol. Aloqa tekshiruvi. Javob ber. Ha. Tekshiruv. Qayerga yo'qolding? Ha, mana. Harakatmi? Ha, bir qop axlatdek ko'rinyapsan. Haliging qalay? O, ajoyib, qoyil maqom. Men uchun doim birinchi raqamli bo'lgansan. Devor ortiga qarayapsanmi? Seni orqangga qarayapman. Bo'la qol, shunday davom et. Ana shunday. Ha, yaxshi. Menimcha tamponing tushib qoldi. Ha, shunaqa. Sendan $25. Yaxshi. Yurishda davom et. ...360 darajaga ochiqlikdasan. Ikkalasiga ham qara. Oltini tekshir. Qabul qilindi. Bu la'nati joyda biz yolg'izmiz. Jin urgur yolg'izlar. Jin ursin. Yaqinlashib qoldim. Devorga qarayapsanmi? Qabul qilindi. Jin ursin. Nima bo'ldi? Bu la'nati juda xira ko'rsatyapti. Seni ko'rib bo'lmayapti. Undan qutulishing kerak edi. Axir senga nima dedim? U din dedi. Jin ursin, din tentak edi. To'g'ri, jin ursin uni. Esini yegandi. O'lgan odamning narsasini ishlatish yaxshi alomat emas. Nimadir g'alati? Nima? Gaplash men bilan, do'stim, gapir. Ays, bu yerdagilarning bari boshidan o'q yegan. Ular qayerdan ekanligini tekshira olasanmi? Bilasanmi nima? Jin ursin barini, ket u yerdan. Hoy Ays. Men shunchaki Jin ursin, yaralandim. Ming la'nat. Jin ursin. La'nati. Yer yutsin.
Men hozir og'ayni. Yoningga boryapman. Orqaga. Yoningga. Orqaga qayt. Jin ursin. Panaga o'tyapman. Panaga qayt. Panaga o't. meni ko'rdi. Nimalar qilyapsan, tentak? Yo'q. Menga yaqinlashma. Yo'q. Orqaga. Panaga o't. Jin ursin. Serjant. La'nat, Jonurga ming la'nat. Jonursan, kechir meni. U yerdan chiqa ko'rma. Eshityapsanmi? La'nat, aloqa yo'q, og'ayni Erjaga yetkaz. Nimani aytaman? Unga Erjaga Jonursan menda 22 ta borligini ayt. Xo'pmi? 22 ta. Shoshma, to'xta. Pichirlashni bas qil. Nima qilishni bilmayman, Jonursan. Nima qilish kerakligini bilmayman. Rezina bog'ich. La'nati bog'ichdan foydalan. Jonursan, rezina bog'ichni ishlat. Ayz menga yordaming kerak, og'ayni. Yordam bera olmayman. Buni o'zing ham bilasan. Yo, Jonursan, radioni aytyapman. Oldingmi? Jonurgur, uni oldingmi? Bir soniya. Ey Xudoyim. Breaker. Jonursan. La'nat. Breaker. Spartalik 33.
Jinursan. Bu nima bo'ldi? Ming la'nat. La'nat yo'q. Jinursan. La'natlar bo'lsin. Jinursan. La'nati. Break. Spartalik 33. Evakuatsiya talab qilaman. Break. Spartalik 33. Evakuatsiya talab qilaman. Radio javob berdimi? La'nati o'q antenaga tegibdi. U Jinurgur antenaga o'q uzibdi. Uni o'zim olmoqchiman, og'ayni. Bana qilib tur. Nima? Uni o'zim olaman deyman. Pana qilib turasanmi? Jinursan. Serjant Matthews. Ming la'nat. Serjant Matthews. Serjant. Yo'q. Yetib borguningcha seni otib tashlaydi. Serjant Matthews. Meni eshityapsanmi? Shu yerdaman. Joyingda qol. Iltimos. Uni ko'ryapsanmi? Bo'la qol do'stim, u qayerda? Bilmayman. Men bilmayman. Tovush kelishi qancha masofadan? Hozir. Tovush kelishi. Sana deymi? Tovush kelishi necha soniya? Shoshma. Ays. Nima balo hisoblay olmadingmi? Xolos solashni menga bittagina otish kifoya. La'nati miltiqni ola ko'rma. Qo'ling tegishi bilan o'ldim deyaver. Ming la'nat. Jinursan. Yaxshi.
jin ursan. Ana shunday. Shen, unga qarayapman. Serjant Matthews. Serjant Matthews. Shen. Yetib keldik. O'zingni qo'lga ol. O'rningdan turib, jarohatni bog'la. La'nat ablah. Ming la'nat. Ming la'nat. Yaxshi, ana shunday. Songa uzatuvchi. Javob bering, qanday ishlayapsiz? Javob bering. Songa uzatuvchi. Javob bering, qanday ishlayapsiz? Meni eshityapsizmi? Songa uzatuvchi, qanday eshityapsiz? Aloqa qanday? Songa uzatuvchi. Javob bering. Aloqa qanday? Bu Spartalik 33. Eshityapsizmi? Sizni eshityapman, Lima Charlie, qabul. Bu Spartalik 33. Dushman o'ti ostida qoldik. Havo orqali evakuatsiya qilishni so'rayman. Sherigim yarador. Bu yerda snayper bor. Bizni o'rab olishgan. Men siquvdaman. Evakuatsiya talab qilaman. Koordinatlaringiz qabul. Grid. Viski mehmonxona 7203. Qabul qilindi. Aloqa tugadi. Xudoyim. Hoy Shen. Uyga qaytamiz, do'stim. Ayni vaqtida. Bo'la qoling endi.
Bu Spartalik 33. Shu yerdamisiz? Qabul. Sizni eshityapmiz, Lima Charlie. Siz radio chastotasida joylashgansiz. Biz esa sizni chegara diapazondan chiqishni istaymiz. Meni diapazon signalimmi? Siz allaqachon meni radioimdasiz. Yaqin oradamisiz? Qo'ng'iroqni tasdiqlashingiz kerak. Qabul. Bu serjant Allen Isaac, 51-guruh. Sherigim serjant Shane Matthews. Ammo u yarador. Balki halok bo'lgandir. Aniq bilmayman. Javob bermayapti. Qabul. Tushunarli, Spartalik 33. Evakuatsiyani tayyorlaymiz. Xudoyim. Yaxshi. Seni hali mitti o'q. Jenurson. NATO'ning o'qi. 7 6 2 ga 51. Yo'q, otishma yirik kalibrli qurol bilan bo'lgan. Dron talab qilaman. Sizga tibbiy vertolyot jo'natishimizdan avval so'rovingiz kodi kerak. Nima dedingiz, takrorlang. So'rovingiz kodi kerak. Bu la'nat yana nimasi bo'ldi? Siz kimsiz? Bu kapitan Otis Simmons. Sizni va sherigingizni olib ketish uchun menga so'rov uchun maxsus kod kerak. Romeo, yo'q, shoshmang. Men o'zimga tibbiy yordam kerakligini aytmagan edim. Qayerdan bildingiz? Tushundim. Buni taxmin qildim. Aslida protokol shunday. Jenurson, bunisini qayerdan bilaman? O'zingizni kim deb tanishtirdingiz? Allen Isaac, siz va sherigingiz serjant Shane Matthews ehtimoliy snayperni kuzatish va u haqida xabar berish uchun tunda o'lim hududiga tushib qolgansiz. Yaxshi, yaxshi. Meni kechiring. Biroz asabiyman. Quloq soling, siz og'ir konvoyni qo'lga tushirishingiz kerak. Siz qayerga uchyapsiz? Siz tarafda signal raketalari bormi, serjant? Qanday eshityapsiz? Ha, aniqrog'i yo'q. Menda faqat M4 va to'pponcha bor. Endi siz o'rningizdan turib havoga o'q uzishingiz kerak. Joylashuvingizni aniqlashimiz kerak. Bu yana qanday jinnilik? Renjerlar maktabida buni o'rgatishmaydi. La'nati snayper meni payqab qoldi. Birov men joylashuvingizni aniqlamasdan turib sizga yordam bera olmaydi. Tushunyapsizmi? Jenurson, yordamingiz kerak bo'lganda har doim uzoqda bo'lasizlar. O'zbek tilidagi tarjima filmlarni tomosha qilmoqchimisiz? Unda asilmedia.net saytiga tashrif buyuring. Yo'q, bu qandaydir cho'pchak. Bunday protokol bo'lishi mumkin emas. Vertolyot yuborishimiz uchun sizni aniq joylashuvingizni bilishimiz lozim. Qaytar? Joylashgan nuqtangiz kerak. Qanday lavozimdaman? Serjant. Seni qarayu. Senda aksent bor. Amerikaniki emas. Niqobimni ocha olding. Nimalar qilyapsan? So'zlar ortiga yashirindim, xuddi sen devor ortiga berkinganing kabi. Meni tushungandirsan. Sen la'nat. Jinorkor. Senimi? Yaramas. Senga savolim bor. Do'sting o'ldimi? Menimcha o'likdan ham battar. To'g'rimi? Bu Spartalik 33. Ko'r-ko'rona xabar yo'llayapman. Sherigim yarador. Balki ishonch hosil Bu yerda snayper bor. Dushman snayperi. Vertolyot talab qilaman. Qaytaraman. Vertolyot kerak. Oilasi bormidi, bolalarichi? Ularga yopiq tobut yoqadi. Yuzini parchalab tashlaymikin.
Yaxshi, og'zingni yum la'nati. Yaxshi, to'xta, bas. Senga mendan nimadir kerakmi? Ha, Lekin men hech narsani bilmayman. Men ikkinchi serjantman. Ular menga hech nimani aytishmaydi. Shunday ekan, damingni ol. menga aslida Unda bu nima kerak emas. xohlaysan? Bokira qizlarni olib kelishlarinimi? Sen bilan tanishishni istayman. Shunchaki seni yaxshiroq bilishni xohlayman. Ruxsat berasanmi? Jin ursin seni. Men bilan o'yin o'ynayapsanmi? O'ynayotgan edim, lekin sen sezib qolding. Endi bo'lsa bari haqiqiy bo'ladi. Bu yerda faqat sen va men bormiz. Xo'sh, nima deysan? Yaxshi, gaplashamiz. Juda soz. Qayerliksan? Yo'q, quloq sol. Sen haqingda hech narsani bilmayman, balki o'zing birinchi bo'lib boshlarsan. Menmi? Menda aytarli gap yo'q, hech qanday tarixim. Axir o'zing gaplashmoqchi eding-ku. Nega endi nimadir gapirib bermaysan? Ha? Mayli, men boshlayman. Men shunchaki Iroqda yashaydigan odamman. Iroq fuqarosi. Fuqarosimi? Jin ursin. Tovush kelishi. 1, 2, 3, 4, 5. Yaxshi. 1, 2, 3, 4, 5. To'g'ri. 4 qo'shuv 4, 8, 100. Yana qo'shamiz. Yaxshi. O'q. Ana shunday. 45, 50, 60. Burchak 60 daraja. 950. 950 qo'shamiz. Demak, hosil bo'ladiki, yaxshi. Bunday. Bu devor, bu men. Metyus. Kran. Qurilish maydoni. Treyler. Bayroq ustuni. Senchi? Nima men? Sen oddiy amerikalik askarmisan? Ha, oddiy. Jo. Oddiy askar John. Rangermisan yoki dengiz piyodasi? Qaysi biri? Nima, sen bizni la'nati safimizda xizmat qilganmisan? Biz bilan mashg'ulotlar o'tagansan. Quloq sol, bu ahmoqlar shunchaki quvur o'tkazayotgan edi. Seni la'nati iqtisodiyotingni ko'tarishdi, tentak. Quvur, shundaymi? Bizni iqtisodiyot uchunmi? Ha, bu iflos pullar. Infratuzilma, ta'lim, maktablar. Bu yigitlar esini yegan pudratchilar edi. Ular jangchi emas. Urush tugadi, birodar. Birodar deysanmi? Nima desang shu. So'zlarda ajoyib tanlov. Biroq baribir gapingga qo'shila olmayman, birodar. Urush tugaganicha yo'q. Sen uchun
tugamagani aniq. Juda ko'p kulgili gaplarni gapirar ekansan. Kimsan? Hoji Shekspirmisan? Yo shunga o'xshash kimdirmi? Shekspirmi? Harbiy jargon, bu she'riyat, urush qo'rquvi, getto ustidan nazorat, joniy jihod, o'zinikilarga o't ochish. Seni navbating Isaac yoki Ice deyishim kerakmi? Nima? Seni navbating nima degani? Qayerdan kelganing ayt. Oilang qayerda? Oilam haqida gapirmayman. Xudoyim. Mayli, unday bo'lsa menga qurol-yarog' bo'yicha birodarlaring haqida gapir. Bu ham umuman qiziqarli emas, og'ayni. Menga hech qanday harbiy sirlar kerak emas, shunchaki hikoyalar. Damingni ol. Gapirmasang, Matthewsni otaman. Bo'la qol. Shunaqam. Bu sening ikkinchi yo'qotishing. Birinchisi Din, endi esa Matthews. Sen la'nati din haqida qayerdan bilasan? Gapir. Jin ursin seni qayerdan? Sen uni optikasini olib yuribsan. Haliroq serjanting o'lgan odamni optikasi deganmidi? Shunchaki gapirib ber menga, Isaac. Birodarlaring haqida so'zla. Aks holda Matthewsning yuzi qolmaydi. Biz ko'p-to'k o'ynaymiz. Ma'zur tut. Haligi biz jamoa bilan tushlikdan so'ng o'ynaymiz. Iroq quyoshi ostida kuyamiz. Qilishga boshqa ish yo'q. Jang qilishga urush ham yo'q. Kuyamiz deysanmi? Bu nima degani? Kuyish bu xuddi quyoshda toblanishdek. Davom et. Davom etaymi? Yaxshi. Serjant Matthews haqida nima deysan? U ham qovurilganlardanmi? Dinchi. Sen bilan din haqida gaplashmayman. Sen iflos la'natsan. Sen o'rningda men gapirgan bo'lardim, Isaac. Menga din haqida gapirib ber. Bu nima tentaklik? Nima qilasan shuni? Shunchaki menga qiziq. Sen va birodarlaring o'rtasidagi munosabat. Agar gapirmasang, Matthewsga qarab o'q uzaman. Ayni damda unga qarab turibman. Yarim yuzini olib tashlash juda ham oson ish. Uni hatto oilasi ham taniy olmaydi. Sen shuni istayapsanmi? Shunchaki savollarimga javob beraysiz. Yaxshi, yaxshi. Xo'sh, menga dinni atrofidagilar haqida so'zlab ber. Jin ursin seni. Optika devor tagida turganini ko'ryapman. U senga nimaga kerak? Jin ursin. Axir o'zing uni singandi deganding. Singan optikani nima qilasan, Isaac? Ovozingni o'chir la'nati. Bu
nima bilan tugaydi? Kechirasan. Bu nima bilan tugashini so'radim, jin ursin. O'yinning oxiri qanday bo'ladi? O'yinning oxiri umuman bo'lmaydi. Men shunchaki suhbatimizdan zavq olyapman. Bas qil, xo'pmi? Jin ursin. Meni baribir taniy olmaysan. Men esa seni yaxshi Yo'q, bilaman. hech ham unday emas, la'nati. Hech nimani aniqlay olmaysan, maraz. Suvsizlanyapsan. Mana men nimaga suv idishingni mo'ljalga olgandim. Sen uni mo'ljalga ola olmasding. Sen la'nati menga qarata o'qizding. Yo'q, suv idishiga Hech kim bu qadar mohir bo'la olmaydi. va antennanga ham. Qo'ysangchi. Yana tizzangga. Oyog'ingdagi tiz osti tomiri yetarli miqdorda qon haydaydi va hech nimaga qaramasdan sen o'tirgancha o'z qoningga botib jon berasan. Charchoq, yengil bosh aylanishini his qilasan. Qorong'i tushguncha qon yo'qotasan. Jin ursin seni. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Sen jirkanchsan. Aqldan ozgan hayvon. Jin ursin. Mendan nima istaysan? Jin ursin. La'nati. La'nati. La'nat bo'lsin senga. Hoy, bu yog'iga nima qilmoqchisan? Yo'q. Sen mana bu devorni aylanib o'tmoqchisan. Devorni yorib o'tmoqchimisan? Ablah. Gaping kinoyali. Men haqman, shundaymi? Sen meni devorim eding. Aslida seni davlating bu yerga shu devorlarni buzish uchun kelgan. Endi esa sen bu halokatni bartaraf qilishga urinyapsan. Sen buni juda kulgili deb o'ylayotgandirsan, a? Bilib qo'yishing kerak. Sen ortiga yashiringan devor maktabning bir qismi bo'lgan. Uni buzib tashlayman. Mana seni la'nati devoring haqida nima deb o'ylayman? Sen islom soyasiga berkinyapsan. Yo'q, men ahmoq o'lim soyasiga yashirinyapman. Men la'nati o'lim soyasidaman. Unda Unda 20 ta o'q bor. Yigirma to'q bo'lishi kerak. Bittasi Metyusga. Uchtasi menga. Bu 76. Bu NATO'ning 762 ga 51 o'qlari. Hoy, itdan tarqagan. Gaplashishni istamaysanmi? Nima gaplar? Men qanday qurol ishlatayotganimni bilishni xohlaysan? M24 mi? Mark 11 mi? Men doim M96 ni afzal ko'rganman. Biz bir-birimizga nisbatan rostgo'ymiz deb o'ylagandim. Sendagi Mark 11 ligini bilaman. Yo'q, sen shunday deb o'ylaysan xolos, lekin menimcha sen bilmaysan. Hech balodan xabaring yo'q. Sizlarda shunday deyilarmidi? Hech baloni bilmaysan. Hech nimani. Qaytar, eshita olmadim. Eshita olmayapman. Yaxshi. Sen hech baloni bilmaysan. Hech narsani bilmayman, shunaqami? Davom et, iltimos. Menga o'rgat. O'la qol, qulog'im senda.
Siz amerikaliklar hamma narsani bilamiz, hammasi oddiy. Meni esa dushman deb o'ylaysiz. Ammo biz siz bilan unchalik farq qilmaymiz. Ortiqcha farqimiz yo'q, tushundingmi? Ha, lekin men aqldan ozgan terrorchi emasman. Unda meni terrorchi demoqchimisan? Begona yurtga kelgan sensan. Ularni yerda berkinayotgan ham sen. Aniqrog'i ularni axlatida. Axlat ichida. Bo'lishi mumkin emas. Ammo men o'tirgan joydan sen judayam terrorchiga o'xshaysan. Sen la'nati. Axlat uyimidamisan? Bo'lishi mumkin emas. Faqat u professional bo'lmasa. Sen aynan o'shasan. Jubasan. Arvoh. Yuzlab odamlar o'zini juba deb ataydi. Men esa oddiy odamman. Yaralangan 35 amerikalik. O'lim farishtasi. Mana ular seni nega topolmayotgan ekan? Jennerson. Ancha kunlardan beri o'sha yerda o'tirgan ko'rinasan. Yana sen bizda shug'ullanganing ham aniq. Qanday otishni, parvoz trayektoriyasi va ko'rishni pasaytirishni, otishlar orasida muvozanat saqlashni bilgansan. Barchasi kuzatish burchagiga bog'liq. Faqatgina bitta burchak bor. Ha, shunaqa deyishingni kutgan edim. Yo'q. Menga dushman ekanligingni ayt va men seni hurmat qilaman. Biz o'ldiramiz, sen o'ldirasan. Lekin oldin do'stim ekanligingni ayt. Keyin esa orqadan o'q uzasan. Yana men ko'rayotgan yagona burchak bu seni iflos ilonliging. Agar bu do'st orqangdan o'tsa, ammo keyin tirik qoldirsa, uni izidan qaytarib otish kerakmi? Menga bir narsani aytishingni istayman, Isaac. Nega bu yerdasan? Nima uchun hamon bu yerdasan, Isaac? Axir nechta joning bor o'zi? Nimaga har doim ortga qaytib kelaverasan? Bari jinni debmi? Bilishni istaysanmi? Men nima jin urib bu yerda yurganimni? Hammasi o'shani debmi? Rostini ayt, Isaac. Barchasi din tufaylimi? Shunchaki menga qayerdan bilganingni ayt. Uni ismini qayerdan bilding? U haqida menga birgina narsani ayt. Bittagina. Biz deyarli bir tumanda ulg'aydik. Uni amakivachchilari men o'qitadigan maktabga qatnardi. Otam uni tanirdi. Bolasini ham ko'rgandi. Uni qo'llarida ko'targan. Hatto dinni o'zidan ham ko'proq. Klem shoxobchadagi jirkanch do'konda ishlardi. Klem? Clementina, uni rafiqasi. Men hech qachon u hayotga qayta olmayman. Har kuni bir xil chirkin hayotga. Ularning bari menga qaraydi. Yana ular menga qaraydi. Va ular meni ko'rmaydi. Jin ursin, unday qila olmayman. Qila olmayman. Ming la'nat. Bunday qila olmayman.
ortga qaytolmayman. Ey Xudoyim. Xursandmisan? Endi hammasini bilasan. Sen maraz shuni bilasanmi? Nega endi? Chunki sen boshimni ham mo'ljalga urding. Ayzik, bu ish tugaganida yuzingdagi terini shilib olinadi. Ko'zlaring o'yib olinadi. Ikkisi ham. Bo'la qol endi. Meni otib tashlasang-chi, ahmoq. Sening yolg'onchi tiling ko'kragingga yopishgan bo'ladi. Bo'la qol la'nati. Otib tashla meni. Ammo men tanangni topishlarga ruxsat beraman. Damingni ol. O'zim ham otib tashlay olaman. Xo'sh, la'nati it. Qayerda ekansan? Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Yaxshi, yaxshi. Senimi esini yegan ablah. Mana buni bir sinab ko'rchi. Yer yutgur. Bo'la qol, menga nimadir ko'rsat. Ming la'nat.
Jin ursin. Hayvon. Maras. La'nati. Jin ursin. Bu ishing tentaklik edi, Ayzek. Seni shunchaki otib tashlashim mumkin edi. Osonlikcha, Ayz. Ayz. Shunchaki sen bilan suhbatlashmoqchiman, Ayzek. Nega seni o'ldirishlarini bu qadar istaysan? Ayzek, o'sha yerdamisan? Ayzek. Ayzek. Sen uni deb hayotingni xavfga qo'ygan radio endi yo'q. Nima, sen ham o'lib qoldingmi? Sog'ingan bo'lsang hali ham shu yerdaman. Unchalik ham zo'r o'q uzmas ekansan. U gapirdi. Poytaxtlarni sindirib tashlang. U shu yerda, shu yerda. Nima bu seni hoji she'rlaringdan parchami? U amerikalik yurakni ayblovchi Edgar Allan Poe. Aytganlaringdan birortasiga ham tushunmadim. Edgar Allan Poe, nahot tanilmaysan? La'nat radioyingga nimadir bo'ldimi? Uni asarlarini o'rganib ko'rishing kerak edi. U buyuk amerikalik. Haqiqatni yozgan. Nima bo'ldi? Men hech narsa qilganim yo'q. Uni yetim bo'lganini bilarmiding? U askar bo'lishga harakat qilgan, ammo unchalik emas. Shayn, bu senmisan? Askardan ko'ra yaxshiroq shoir chiqqan. Qorong'u tunlarning birida og'riqli fikrlarga to'la Serjant Matthews. kimdir birdan eshik qoqqandek Serjant! saqilardi sukut. Mehmon eshigimni taqillatar ekan, panjaradan chiqdi-ku qarg'a.
Eski kunlardagi g'ururli qarg'a. Qattiq tumshug'ingni yurakimdan sug'ur. Yurakki azoblarga liq to'la qag'illadi. Hech qachon deya qarg'a. Yoki senga Robert Frost ko'proq yoqadimi? Menga dedi ovoz. Yulduzlar aro. Seni ko'ryapman. Biroz mizg'ib olmoqchi bo'lganingni bilgandim. Og'riq va ko'z yosh ichida holing Men u la'natini topdim. 12 soat. Shirkin axlat uyimida. Uning she'rlari betakror. Demak, sen o'qimishli ekansan-da. O'qigansan. Xo'sh, qayerda? Shu yerdami yoki chet elda? Chetda o'qiganman. Almashinuv dasturi bo'yichamidi, shunga o'xshash. Sheyn. Bunday masofadan o'qizish uchun kamida 25-30 fut kerak, oshna. Bu yer chamasi 1500 metr, balki 1550 dir. To'g'rimi? Nega indamaysan? Gapir. Bo'la qol, shu yerdamisan? Shu yerdamisan deyapman. Kitoblar haqida shuncha narsa bilar ekansan. Men hatto Hoji Shekspirdan birorta she'r yoki boshqa bir baloni yod olishni ham o'yladim. Shekspir? Bu sen biladigan yagona shoirmi deyman-a? Men ingliz tilini o'rganganman. Demak, snayperlik asosiy ishim emas degan? Bag'dodda muallim edim. Ammo men ishlaydigan maktabga bomba tashlashdi. Hoy, meni tushundingmi, Sheyn? Bomba parchasi chap tirsagimga tekkan. Haligi Iflos axlat uyimi. O'shaning ortida. Bu menga yo'qotgan talabalarimni eslatdi. Bo'la qol do'stim, bo'l. Mana sen nimaga fuqarolik pudratchilarini o'ldirar ekansan? Bitiklarda aytilgandek, jonga jon. Muqaddas bitiklarda, azizim. Bularning bari cho'pchak. Sen mendan ko'ra dindorroq emassan. Bu shunchaki amerikaliklarni ochish uchun jirkanch bahona xolos. Albatta uddalaysan. Sekinroq harakat qil. Sekinroq. Bu savolmidi? Juda sekin. Ha. Ana shunday. Bilasanmi? Men nimani tushunmayman. Sen kabi o'qimishli odam qanday qilib yovuz terrorchiga aylanib qolding? Buni sen menga ayt. Jirkanch og'zingni yum. Sen yo'q bo'lib ketasan, Ayzek. Janjal qilishni yoqtirasan chog'i. Men shunchaki super qahramonman. Jennerson, o'ta xotirjamman. Sen super qahramon bo'la olmaysan. Suving yo'q. Chanqagansan. Va quyosh qizdaryapti. O'limingga qadar qoning to'kiladi. Kapitan Olbright. Ofarin. U afsona. U meni va dinni shug'ullantirgan. U ortimizdan keladi. Jasadingiz ortidanmi? Agar biz aloqaga chiqmasak, kunim bitdi deyaver. Sen va Matthewson namoyishlariga qaraganda bu menga ta'sir qilmaydi. Damingni ol. U albatta keladi. U bizni shug'ullantirgan. Omon qolishni o'rgatgan.
Sen g'olib bo'la olmaysan. Meni eshityapsanmi? Itdan tarqagan. Bizni yenga olmaysan. Sen ko'ra olmaydigan joydan sen eshita olmaydigan ovoz chiqadi. Shunchaki katta bo'lmagan jirkan chiroq. Bum. Sen va Mattisni biryoqli qilganimdan so'ng kim g'olib ekanini hamma bilib qo'yadi. Shane. Qimirlama. Qimirlama. Balki serjant Mattisni boshdan darcha ocharman. Jennerson. Qimirlama do'stim. Aslo qimirlama. Mattisdan ham nimadir olib qolasanmi? Haligi siniq optika singari. U hozir mening mo'ljalimda. Ayni damda ikki ko'zim unda. Nima? Men bekorga tahdid qilmayman, Isaac. Uning turqini parchalab tashlayman. Shoshma. Men bu optikani esdalik sifatida olib yuraman. Nega endi miltiq ushlay olmasligimni eslatib turadi? Meni eshityapsanmi? Tushunarlimi? Din navbatchilik vaqtida uni tushirib yuborgan. Keyin esa uni yerdan olaman deb halok bo'lgan. Men esa ulgurmadim. Snayperga tegmadi. Eshityapsanmi meni, la'nati? Men uni ko'rmay qoldim. Meni aybim tufayli. Nimalar bo'lyapti? Kim bilan gaplashyapsan, Isaac? Kim bilanligini aytaymi? Xudo bilan gaplashyapman. La'nati ablah. O'ttiz fut yuqoriga. Axlat uyim orasida. Aniqini bilmayman. Kechir do'stim. Maksimum plus 4-6 mil o'ngga. Tayyorlanib o'qis. Unga tegdimi? O'tinaman, tegdi deb ayt. Jennerson. Ming la'nat. Ablah. La'nati iblis. Uni qo'yib yubor, iflos maxluq. Shane, tur og'ayni. U senga boshqa xavf tug'dirmaydi. Uni qo'yib yubor. Jennerson, harakatdan to'xtama. To'xtab qolma. Aynan shunday do'stim, bo'la qol. Bo'l. Bo'la qol, kela qol. Kel. Bo'la qol. Yonimga kel. Kelaver. Bo'l. Nega? Nima uchun? Uyga ketishni xohlayman, ablah. Ketkim kelyapti. Yaramas. Boraver. Ket.
Axir meni otib tashlaysan, la'nati. Yo'q, otmayman. Otasan. Nega endi otmas ekansan? Chunki bu sen chindan xohlayotgan narsa emas. Nima? Sen uyga qaytishni istamaysan, shunday emasmi? Bu nima deganing? Urush tugadi. Sen esa hali ham shu yerdasan. Nima uchun? Uni men o'ldirdim. Ha, men. U dushman snayperidan o'limini qayd etish uchun ketayotgan edi. Qandaydir yigit Abbasim bilan o'ynardi. Keyin esa u dinga o'q uza boshladi. Men esa javoban o'q uzdim, ammo o'q dinga tegdi. Men yolg'on gapirdim. Juda ko'p marta aldadim. Ishontirishga urindim. Hammani aldadim. O'zimdan boshqa hammani aldadim. Shu yerdamisan? Meni eshityapsanmi? Qayerdasan? Qayerda, la'nati? Qayerga yo'qolding? Yo'q, nimasidir g'alati. Spartalik 33, bu mobil shtab. Spartalik 33, bu mobil shtab. Bu Spartalik 33. Qanday eshitilyapti? Spartalik 33, tasdiqlayman. Ism va darajangiz. Serjant. Serjant Alan Isaac, tasdiqlayman. Sizni yana eshitib turganimdan Yana xursandman. nimalar bo'lyapti? Hoy. Yo'q. Meni eshityapsizmi? Oxirgi bir soatda har qanday otishma Yo'q, alomatlari yo'q. bormidi? Kapitan. Bu serjant Isaac. Maytyusga nima bo'ldi? Yo'q. Hurmatli Kapitan Albright. Buni bir soat oldin so'ragan edim. Kelish vaqtini anglash mumkinmidi? Ha? Chamasi 20 soat. Qabul. Jin ursin. Qabul. Bu yigit biznikilarni chaqirgan. Qorong'i tushgunga qadar yetib kelasiz deb umid qilaman. Qabulga o'taman. Meni qanday eshitdingiz? Qorong'ulikdan qo'rqasizmi, yigitlar? Qabul. Meni qanday eshityapsiz, yigitlar? Buni necha marta aylantirding ekan, la'nati. Bir soat oldin qabulga o'tgandim. Kelish vaqtini Ishchilar aniqlang. qo'riqchilarni chaqirtiradi. Qo'riqchilar esa bizni.
Men esa ularni chaqiraman. Kapitan, sizni tushundim. O'zingni men deb ko'rsatdingmi, maraz? Imkon qadar barchasini bajaramiz. Aloqa tugadi. Ming la'nat. Ming la'nat. Yo'qol. Yo'qol. Ablah. Film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. Hoy, la'nati, shu yerdamisan? Ularni otolmaysan. Bilasanmi? Otishni boshlasang, joyingni sezdirib qo'yasan. Va ular seni topadi. Albatta topadi. Meni eshityapsanmi? Shu yerdamisan? Jin ursin.
Hozir la'nat og'zingni yopib qo'yaman. Tarqaling. Perimetr o'rab olinsin. Qani ketdik yigitlar. Yaxshi, jo'naymiz. 10 soat ichida o'ldirilganlar. Axlat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ikki Axlat maslahatchi uy o'zlariga orasida. maslahatchi tanlashdi. Shunchaki nafas oling. Siz bilan hammasi joyida bo'ladi. Hamma yoq toza, perimetr toza, ko'tarilamiz. Bulldog 1-7 ko'tarilyapmiz. 35 ko'tarilamiz. Kurs 23035 qabul. O'zingizni bo'sh qo'yishga harakat qiling, serjant. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, shunchaki dam oling. Kislorod berdim. Bari tez orada tugaydi. Almashga tayyorla. Nima? Almashishga tayyorla deyapman. Tushundingmi? Yaramas. Ming la'nat. Bizga o'qizishyapti. Qayerdan jinursan? Axlat uyimi. Nima? Axlat uyimi. O't ostidamiz. U axlat uyim orasida. U chirkanch axlat Ming ichida. la'nat, bizni o'qqa Axlatda. tushyapti. Qulayapmiz. axlat uyim orasida. Qulayapmiz. Axlat uyim orasida. Qulayapmiz. Biz qulayapmiz. Bulldog 1-7, Bulldog 3-5. Bu Bag'dod buyrug'i. Aloqa sifati qanday? Bulldog 1-7 qanday eshitilyapti? Bulldog 1-7 qanday eshitilyapti? Bu Bulldog 1-7, sizni eshityapman. Lima Charlie qabul.